Agarda Yunusobodda eng yaxshi lokatsiyalardan uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'rmaysizlarmi akalar? Yunusobod Shahriston 63-maktabi yonginasida qurilayotgan allaqachon qurilishi boshlangan high-tech stilda kottejlarimiz srochno sotiladi. Batafsil video davomida ko'rib chiqamiz. Yuragi baquvvat kottej qidirganlar uchun juda ham zo'r taklif berishyapti akalar. Ko'ryapsizlarmi? Polностью sifatli materiallardan foydalanishyapti. Umumiy yer maydoni 0,6 sotixdan 2 sotix yer maydonigacha joylashgan bo'ladi. 2 etажkali, xohlasanglar podvalli olaman desanglar podvalli bor. Terrasali kerak bo'ladigan bo'lsa, terrasali. Kottejlarimiz 2 etажkali, 3 уровенli, xohlasanglar podvalli, 4 уровенli terrasali topshiriladi. Svobodniy planirovkada, korobka holatda topshiriladi. Kelishuv asosida tayyor podkulch xarid qilsanglar ham bo'ladi. So'raganlar uchun juda ham zo'r variant okalar. Lokatsiya juda ham zo'r. Yunusobod tumani Shahriston metroga 450 metr orasida masofada joylashgan bo'ldi. 63-maktabi yonginasida. Umumiy yer maydoni 0,6 sotixdan 2 sotix yer maydonigacha joylashgan bo'ladi. 2 etажkali, 3 va 4 уровенli o'zini podval va terrasa qismlariga ega. Narxini ham oldin aytib o'taman. $88,000 dan boshlanadi. 70% to'lab qolganini halol nasiya savdoga olsanglar ham bo'ladi. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.